Assalomu alaykum. Sabzavotlar ancha arzonlashib, bonka yopish vaqti ham keldi. Shuning uchun o'zimni eng yaxshi ko'rgan nimtatir achchiq qishga tayyorlaymiz-u, qishgacha tugab qoladigan ikri retseptim bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib qozonga yog' solib, olovni baland qilib, pare shaklda to'g'ralgan piyozni tillarang qilib qovurib olamiz. So'ng qizil pomidorni go'sht maydalagichdan chiqarib, qozonga solib, qaynab chiqishini kutamiz. Masalliqlarni ovotganda narx-navoni surishtirdim. Hamma bozorda har xil ekan. Qizil pomidor narxi 3000 dan 5000 so'mgacha. Ko'k hamda qizil bulg'or qalampiri narxi chamasi 6000 so'mdan 12000 so'mgacha topsangiz bo'lar ekan. Qaynab chiqqan pomidor ustidan tayyorlab olgan bulg'or qalampirimizni solamiz. Ko'rsatilgandek qilib lamonga to'ralgandek to'rasangiz, yana ham chiroyli chiqadi. Nimtatir achchiq bo'lib, yana ham ishtahochar maza bo'lishi uchun dungan qalampirni solsanglar, yana ham zo'r chiqadi. Menga shunaqasi yoqadi. Masalliqlar yarim soat qaynagandan so'ng pare shaklida to'ralgan yarim kosa sarimsoq piyoz, 2 bog' ukrop solib, yaxshilab aralashtiramiz. So'ng tabga qarab shakar, tuz solib, yaxshilab aralashtirib, yana 15 daqiqa qaynatib qo'yib, sussanglar bo'ladi. Masalliqlarning proporsiyasi retsepti kommentariy va opisiyaniyada yozib qoldiraman. Bonka yopayotganda muhim joyi qaynab turgan vaqtida suzamiz. Sterillangan bonka, sterillangan qopqoqdan foydalanamiz. Ushbu ma'lumotlarni retseptni yaqinlarga ham jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like aymasangiz xursand bo'laman.